Kasb tanlashga ikkita asosiy narsaga e'tibor berishingiz kerak. Bu yashil hamda qizil zonalar. Nima degani? Qizil zona bu sizning muhtojliklaringiz. Ovqat yeyishingiz kerak, kiyim kiyishingiz kerak, ehtimol oila boqishingiz kerakdir. Hammada holat har xil. Kimdir boy oilada tug'ilgan, bu narsani o'ylamasligi mumkin. Kimdirga esa o'zining uyini o'zi olish kerak, qiynalib yuradi. Ikkinchisi bu yashil zona. Yashil zona bu o'sadigan zonangiz. Ya'ni siz orzularingiz, maqsadlaringiz, yaxshi ko'rgan ishingiz, hobbilaringiz va hokazo. Agar siz muhtojlikni, ya'ni qizil zonani oxirigacha yopmasangiz va yashil zonaga o'tib ketib qolsangiz, ishlaringiz o'xshashi juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda muhtojlik haqida o'ylash kerak. Keyin o'zingizga yoqtirgan yoki o'zingizga rohat beradigan narsalar haqida o'ylashingiz kerak. Ayniqsa oilangiz bo'lsa. Ya'ni o'zingiz yaxshi ko'rgan ishingiz bilan shug'ullanishingiz kerak. Qachonki bu ishingiz muhtojligingizni yopib bera olsa. Agar muhtojligingizni yopib bera olmasa, muhtojligingizni yopuvchi ish bilan shug'ullanasiz va qo'shimchasiga yaxshi ko'rgan ishingizni ham bajarib borasiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Paka-paka.